Sena daryosi Parijda o'sha mashhur o'sha eski shaharda urab turadigan daryosi. Bu qayergadir quyulardi, o'z esimdan chiqib qoldi. Eski shahar mana, полностью Parij. Atrof akama pianino o'ynayaptilar. Hamma yoq turistlar. Hamma kontent olgan. Shaharlarni, uylarni qaranglar. Bu dunyo bo'yicha eng qimmat uylar ekan bu betda. Bilmadim endi necha pul. Pulini ham bir qiziqib qo'yamiz xudo xolasa. Bu Parijda 600-700 yildan beri urush bo'lmagan shahar, yagona dunyodagi yagona shahar Parij. Juda qimmat, zarar ko'rmagan, eski arxitekturasi bilan mashhur. Eski zdaniyalar, eng o'sha yangilari o'sha 600-700 yilga zdaniyalar ekan. Balki o'ynayaptilar. Charchab qolishdi shekilli.